Azizlar, bugun Surxondaryomizda, Termizimizda bahor faslining ilk kunlarida Hamroh savdo markazining 22-filiali rasman ochilmoqda. Yurtimizga kirib kelayotgan ertangi 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabrik qilaman. Hammalaringizga omad, oilangiz baxt tilayman. Hammangiz yana bir bor bayramingizni to'g'ri bo'lsin. Televizorlar muborak bo'lsin, qimmatroq bo'lgan smartwatch o'ynaladi. Yurtimiz 22-filial muborak bo'lsin. Azizlar, bugun Surxondaryomizda, Termizimizda bahor faslining ilk kunlarida Hamroh savdo markazining 22-filiali rasman ochilmoqda. Oltiariq tumanida asos solingan. Hozirga qadar 21 ta filial ish faoliyatini olib boryapti va bugungisi 22. Bitta pasport evaziga 15 daqiqa ichida shartnoma rasmiylashtirib ushbu mahsulotlarimizni xarid qilish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Shunday ekan azizlar, dast avval barchangizga demak ushbu kuponlar tarqatilgan. Qo'lingizda bo'lsa ko'rsatib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Demak, Hamroh savdo majmuasi kompaniyasi xodimlari sizlarni ko'z o'ngingizda Ramazon oyida albatta hammasi halol, hammasi shaffof tarzda bo'ladi. Ushbu barabarimizga kuponingizni pastidagi o'sha kuponchani kesib olishadi. Ko'z o'ngingizda ushbu barabarlarga joylaymiz va undan so'ng birin-ketinlik bilan g'oliblarimizni aniqlaymiz. 30 ga yaqin sovg'alarimiz bizda mavjud. Ushbu barabandan chiqqan kupondagi sovg'ani egasi kelib bemalol sovg'alarni bayramga tuhfa sifatida olib ketish imkoniyati mavjud bo'ladi. Shahzod Nazarovni gulduros olqishlaringiz ostida taklif qilamiz. Marhamat, xodimlarimiz bemalol kuponlarni barabanlarga joylashlari mumkin. Marhamat, Shahzod Nazarov. Assalomu alaykum barchaga, bayramlaringiz bo'lsin. Mana hozir. Oshiqing poyingga gul otib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi. Va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 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 Sizlar bemalol kelishinglar mumkin. Bitta pasport evaziga 15 daqiqada mahsulotlarni rasmiylashtirib xarid qilish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Bu hazilakam raqamlar emas, ya'ni 22 bu yubiley filial hisoblanadi. Respublikamiz bo'ylab 22 ta filial bor azizlar. Demak, kuponlarni olish jarayoni davom etyapti. Endigina kelgan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz biletlarni so'rashyapti. Menimcha kech qoldinglar, boshqa bilet bo'lmasa kerak. To'g'rimi? Biletlarimiz demak taqsimlangan.
Marhamat, xodimlarimiz tezlashlarni iltimos qilgan bo'lardik. Bu yog'i oftob, ro'zadorlarni ham o'ylashimiz kerak va ushbu jarayonlarga tezroq start beramiz. Aziz opa-singillar, aziz ayollarimizga podskaska sifatida e'lon qilib qo'ymoqchiman. Sovg'alar tugagandan so'ng Hamroh kompaniyasini ko'ndirdim. Yana 3 ta ajoyib sovg'a bo'ladi. Uni bemalol shartlar orqali yutib ketish imkoniyati sizda bor. Marhamat, qo'lni ko'tarib joylashtiring aka. Keyin savollar bo'lmasin. Marhamat, ana ko'rib turibsizlar. Hamma ko'rindi. Mana qo'yildi. Mana egningizdan tushib ketmayaptimi aka? Bo'ldi, mana shunaqa savollar ham bo'lishi mumkin-da. Qarab turibman. Endi uzoqroq borar ekanmiz. Onajonlarim, sal-sal uzoqroq boramiz. Mana ochib qo'ygan, mana yopib qo'ydik joyida. Ko'rdinglar. Xo'sh, yana bormi? Mana ko'rdinglar, marhamat. Otajonlarimiz ham ko'rishyapti uzoqdan. Mana bor. Ana buni chiqqan odam bemalol aralashtiradi. Barabanimizni bemalol aralashtirib ko'ziga ko'rinmaydi. Yana bor ekan, marhamat. Bitta ketdi. Yana bormi? Ana bu yoqda bor ekan, marhamat, tezlashamiz, kelinglar. Ana endi opa-singillar shu yerni ozroq ochib qo'yar ekanmiz, qayerda ishlayotgan akamizga birozgina xalaqit berish mumkin. Albatta, qani ketdik. Marhamat, birinchi sovg'amiz, vakillar kelsin. Birinchi sovg'amiz. Qo'linglarni ushlab tursanglar yaxshi bo'ladi. Qani vakil? Keling. Aka, marhamat, birinchi sovg'a. Onajon, yaxshilab aralashtirib, keyin aniqlar ekansiz. Birinchi sovg'a nima? Dazmol. Qanday bo'lsin endi hammaga omad. Hamroh kompaniyasi. Onajon, boshlang. Qaramang uni. Bittani oling uni. Ikkitani oldingiz, bittasini oling endi. Bo'ldi. Demak, nima edi bizda bu? Hamroh kompaniyasi 22-filial ochilishidan 8-martda joy bayramona sovg'a sifatida dazmol sohibiga aylandi. 30-69. Kim? Keling opa, poliklinika yetib ketyapti. Biz korrupsiyaga qarshimiz. To'g'rida qo'shnimiz, lekin biz korrupsiyaga qarshimiz. Hammasi haqqoniy. Opa keling, keling. Yana keling endi. O'zimiz yutgandek bo'laylik. Rahmat, salomat bo'lasiz. Ukollarni og'ritmasdan qiling iltimos. Alloh shifo bersin. Albatta, tabriklar ekanlar, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Termiz shahridagi aziz, go'zal va lobar opa-singillar. Barchamizni yurtimizga kirib kelayotgan ertangi 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammalaringizga omad, oilangiz baxt tilayman. Hammalaringiz yana bir bor bayramlaringiz muborak bo'lsin. Gul basmini boshladik. Gulni o'rtaga tashladik. Rahmat opa. Salomat bo'ling. 7-1. Sizmi? Keling opa. Keling opa, ana hojonam bitdilar. O, ana qarsak bo'lsa hojonaga qani. Keling. Dazmol. Keling ona. Tezlashamiz. Yo'lni ochib qo'yasizlar. Endi to'g'ri tushunasizlar. Har bitta sovg'a olganda albatta eslanib uchun suratlarga muhrlab qo'yishimiz kerak. Birozgina cho'zilsa ham. Marhamat, tekshirib olamiz, to'g'rimi? Keling olim aka, oxirgisi. Marhamat. Yaldagisi. Oxirida qiziq bo'ladimi deyman-da. Bilamiz, aytinglar hozir. Televizorda o'ynaymiz, rozimisizlar? 77. Bu keling opa. Keling. Aniqmi? Hayajonda yana 78 emasmi, qarang. Keling opa. 34-77. 3-4-7-7. Молодец. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Siz ham poliklinikaga adashmasan. Qo'shni mahalla yutib ketyapti. Mana Jasmina prokat. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Borganimizda prokatdan kelishtirib berasiz. Marhamat. Televizorlar muborak bo'lsin. Gulroz davomli o'xsharingiz osta azizlar. Ana bo'lmasam, Hamroh kompaniyasi 22-filiali. Tekinga bilet, bayramga mana shunday ajoyib qimmatbaho sovg'a. Bunaqasi bo'lmagan, to'g'risi gap. Qiymati qimmatroq bo'lgan smartwatch o'ynaladi. Ketdi. Talabalarimiz yutib ketsin. Talaba qizlar iloji bo'lsa xursand bo'lardik. Teacher Noza, let's go. Qani ketdik. Bittami? Marhamat, Teacher Noza aniqlab berdilar smartwatch. Noza, marhamat. Ketdi. Keyingisi, demak bizda unisi chiqmagan edi. 35-28. 35-28 bormi? Ochilish marosimiga kelgan aziz mehmonlar, shu yerda tashkil qilgan tashkilotchilar, hamma
do'konlaringizda shu yerdagi ayollarni barchani 8-mart xalqaro xotin qizlar bayrami bilan tabriklayman. Oynam o'zim nomimdan. Mana shu Hamroh kompaniyasiga Allohim ko'p umr bersin. Hozir 22-chi do'konlari ochilgan ekan, nasib bo'lsa 2222-do'konlari ham ochish nasib qilsin. Rahmat opa, bayram muborak bo'lsin. Hamroh kompaniyasi tomonidan Smart Watch g'olibiga aylandilar. Bizda esa adashmasam hozir shu telefonda o'ynaymiz. Ha, muborak bo'lsin opajon. Telefonmi? Telefon. Ketdi. Ana endi jiddiylashib ketdi. Assalomu alaykum. Men Termiz shahardan Yangi Termiz City nimasida turaman, Yangido'mda. Hamma ayollarimizni, opa-singillarimizni bayram bilan tabriklayman. Hammamizga mana shu omad hamroh bo'lsin. Bu kompaniyaga ham omad, bu do'konlar ko'payib, bularga ham omadni bersin. Daryo Termiz 22-filial muborak bo'lsin. Qarsaylar ostida 122-filialda ham kelish, chiroyli samimiyliklarni yo'llash nasib qilsin. So'rab qolamiz YouTube stage. Zero yangi O'zbekistonimizga mana shunday go'zal shogirdlar. 8-mart xalqaro xotin qizlar bayrami yana bir bora aziz ayollarimizga intervyu olamiz. Yani siz 30 qanaqa? Misol uchun sizga 2 milliondan oshgan tovaringizga 90 ming, 80 ming, 100 minggacha chiqadi. Agar siz 2 milliondan yuqori olasiz, 3 million, 4 million, 5 million olasiz, 300 ming, 400 ming bu ko'tarib ketaveradi. Misol uchun 1 millionlik tovaringiz 1,5 million, 800 ming, 900 minggacha bonus chiqadi sizga. Boshqa narsa yana siz qo'shimcha sizga yana narsa bo'ladi. Bu sizga tegib Hizmetler var da olmasın. Allah'a emanet olun.